Arab Birleşme Xalifaligi valiahd şahzodasi Muhammad ibn Zayd al-Ahyan Uyg'urlarni terrorlik bilan aybladi va Xitoyning Sharq Turkistondagi siyosatlarini qo'lladi. Xitoyning Sharq Turkistondagi siyosatlari butun dunyoning noroziligini qo'zg'ayotgan bir vaqtda ba'zi davlatlar bu ishlarni normal deb qarab Xitoyni qo'llamoqda. Xitoy davlat taratqullarining xabar qilishicha, Xi Jinpingning taklifiga binoan Xitoyda rasmiy ziyoratda bo'layotgan al-Ahyan Xi Jinping bilan ko'rishganda Xi uning Xitoyning siyosatlarini qo'llaganligiga rahmat etgan. Xabarda mundaq deyilgan: Xi Jinping Arab Birleşme Xalifaligining Xinjiang masalasida Xitoyni qo'llaganligiga rahmat etdi va ikki davlatning terrorlikqa qarshi turish sohasida hamkorlikni texmi kuchaytirishga chaqirdi. O'zbekiston parlament a'zosi Qobul Do'su Sharq Turkistondagi zulmlarni tilga oldi. Qobul Do'su O'zbekiston prezidentiga Sharq Turkistondagi zulmlarning oqirilishi uchun tirishchanlik ko'rsatishga chaqirib bir maktub yozdi. U ommaviy taratqularda bu vaqtda to'xtalib, "Men bir turk, o'zbek bo'lish sifatim bilan va bir inson bo'lish sifatim bilan Sharq Turkistonda yuz berayotgan ishlarga sukut qilolmayman" dedi. Va rizqimni Xitoy emas, Alloh berdi deb ta'kidladi. Xitoyning Uyg'urlarni bostirishiga norozilik bildirgan parlament a'zolari Uyg'urlarning huquqlarining qo'llanish kerakligini o'ttirib qo'ydi. Xitoy Hong Kongda 100 minglagan kishining namoyish qilish uchun ko'chalarga chiqib, zo'ravonlik voqealarining yuz berishiga Amerikaning mas'ul bo'lishi kerakligini aytdi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Hua Chunying chet el kuchlarining Hong Kong ishlariga aralashishiga yo'l qo'ymaydiganligini ta'kidlab, Amerikaning Hong Kongga sungan qor qo'lini tizdan yig'ishtirishini tavsiya qilamiz dedi. U bu namoyishlarning keyinda Amerika balig'ini ilgari surdi va Amerikadan bu namoyishlarda o'ynagan roli va maqsadini aytishga talab qildi. Turkiya Rossiyadan S-400 havo mudofaa sistemasi sotib olgandan keyin Trump va Kengash palata a'zolari Oqsaroyda Turkiya haqida bir yig'in o'tkazdi. 45 nafar Cumhuriyetçi Kengash palata a'zosi qatnashgan yig'inda Amerikaning Turkiya strategiyasi va embargo yurgizmaslik masalasi muzokara qilindi. 70 minut davomlashgan yig'inga 45 nafar Kengash palata a'zosi qatnashdi, 8 nafar palata a'zosi qatnashamadi. Germaniya, Fransiya, Angliya va Ispaniya Isroilning ishg'ol ostidagi Sharq Quddusda falastinliklarning uylarini chekishni qat'iy bir shaklda tanqid qildi. O'rtaq bayonotda Isroil doiralarining falastinliklarga tava uylarni chekishning jiddiy bir andishi bilan yaqindan kuzatilayotganligi, mustasno ahvoldan boshqa ishg'ol ostidagi rayonlarda binolarni chekishning xalqaro kishilik huquq qonuni va Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi qaroriga xilof ekanligi ta'kidlandi. Bayonotda bu xil harakat Falastin xalqini bekordan bekorga azoblash va tinchlik musofasiga ziyon yetkazish bo'ladi deyildi.